Xo'p, bolalar, assalomu alaykum hammaga. Jigarlar, bugun Forexda tillarda normal ishlaydigan indikator ili yaxshi bitta strategiya o'rgatib o'tib ketaman. Jigarlar, video boshlanishidan oldin aytib o'taman, bitta like bilan kommentariy yozib qo'ysanglar, shunaqa narsalar ko'proq chiqadi deb o'ylayman. Tak, bo'lmasa boshladik. Jigarlar, bugun sanasi, oyda sanasi 29. Bizda 1 oydan beri video ham dars degan umuman signal ham kanalga berilmadi, chunki kecha berildi shekilli. Bizda hozir broker bilan muammo bo'ldi. Shuning uchun signal berilmadi, ili kanalga narsa tashalmadi. Jigarlar, bo'lmasa biz qaytdik. Tak, comeback bo'ldi desak ham bo'ladi. Sizlarga nima beraman, nima o'rgatmoqchiman bu videoda. Tak, bolalar, bu indikatorimiz Zero Scalp indikatori ili IMO K levellari bilan ko'pchilik so'radi. O'tgan videoda ko'rsatdim. Ko'pchilik shunaqa versiyani so'radi. Bolalar, xuddi shu versiyani sariq zonalari bor, sariq levellari borini Telegram kanaliga o'tsanglar tashab qo'ydik. Bemalol o'tib olsanglar bo'ladi. Bo'lmasa adminga o'tib yozinglar, xuddi shu versiyani tekinga beriladi. Hech qanday pulsiz. Bu qanaqa ishlatiladi desanglar, o'zingizlarga bitta master class ili o'rgatib o'tib ketaman. Bozorda ko'pchilik bilsanglar bo'ladi, bolalar. Indikatorlar bor, masalan, ba'zi indikatorlar bor. Bayzoni beradi, aytaylik. Mana shu joydan sizlarga ko'rsatib o'tdim. Mana shu joydan buy berib qo'ysa, buy deylik, mana shu joydan buy berib qo'ysa, narximiz yana ozroq tushadigan bo'lsa, ikkinchi marta shu joydan buy beradi. Mana shu joydan buy beradi. Ili shu joydan buy beradi, ili bu buyni o'chirib yuboradi. Shunaqa indikatorlar bor. O'zingizlar bilsanglar kerak, masalan, sotib olganlar bo'ladi bunaqa indikatorni. Shuning uchun jigarlar, bunaqa indikatorlar ko'pi yolg'on bo'ladi. Sotib olish tavsiya bermayman. Masalan, pulga olmoqchi bo'lsanglar ham. Tak, bo'lmasam boshladik. Bizning indikatorimiz jigarlar bozorda minimum maksimum yozilishi kerak bo'ladi. Bular maksimum, masalan, minimum maksimumni hamma biladi bozorda. Buni o'zim ham bilaman. Qaranglar, aytaylik 40-23 bizda minimum bor. Time frame M5 da. Xohlasanglar scalp uchun, xohlasanglar razgon uchun, xohlasanglar bilan stabil uchun ishlatinglar, 100% ishlab beradi bozorda. Agar ishlab bermasa, mana nech pul depozit qilib kuysanglar ham menga aloqaga chiqinglar. Agar indikator to'g'ri ishlatib, masalan, oqib ketsanglar menga aloqaga chiqinglar. Prosta buni no tarafi nemis bo'lgan paytda yoki bozorda fundamental yurish bo'layotgan paytda kirmanglar. Agar boshqa paytda kirib, rostdan ishlatib kirib oqib ketsanglar, men javob beraman. 100% ishlab beradi. Tak, bizda aytaylik bozorda minimum bor. Tak, 40-23. Prosta minimum yoziladi. Mana narxda oxirgi bergan minimum 40-24 yoki 40-23 ga boryapti. 40-23 yozib oladigan bo'lsam, mana ko'rsanglar bo'ladi. Ballat onasini ham mana shu muammo kecha ham bo'ldi. Indikator grafik nari tarafini ko'proq sotib olish kerak deydi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bizda mana shu o'rtadan yozdik 40-23. Nariga tarafga o'tmasam 40-23 minimum yozilyapti. Tepadagi ikkita sariq zona, sell zona bo'ladi. Pastdagi ikkita sariq zona, buy zona bo'ladi. Biz bu yerdagi minimum yozilyapti. Qaranglar, narx shunday oqib tushib kelyapti, trend sellda. Mana narx bu yerda minimum berdi. Minimum yozyapsiz, qayerdan razворот olish, kirish nuqtasi aniq, chiqish nuqtasi aniq. Prosta kirib сделка ochish kerak bo'ladi, xolos sizlardan. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, narx mana bizni buy zona, sell zonamizga yetib kelyapti. Mana minimum yozilyapti, sell zonaga yetib kelyapti. Mana tepadagi ikkita sariqdan sell kiringlar, pastdagi ikkita sariqdan buy kiringlar. Mana bu yerda sell zonaga ishlab beryapti, 65 punktli. Xuddi shu joydan buyga razворот bo'lyapti yana. Onasi hamsin qancha? 59, 60 punktli, endi ozroq yetmay qolgan ekan. Keyingi uchi, balach bu ishlab berganini qaranglar, idealni uchib berganda. Mana bu holatda agarda shu joydan buy kirganinglarda, mana eng oxirgi tochka 313 punkt, 3300 pipsli harakat bo'lyapti. Bolalar, bozorda ishlamachi nevozможно bu narsani. Masalan, ko'pchilik Fibonacciga o'xshatadi yoki boshqa instrumentlarga o'xshatadi. Agarda shular bilan bir xil ishlaydigan bo'lsa, indikator tugul, misol sizlarga o'zim depozit qilib beraman. Bu вообще boshqa narsa-da. Buni o'zingizlar ishlatib ham bilsanglar bo'ladi. Aytaylik, mana bu yerda narximiz oxirgi zona, sariq zonadan o'tib ketdi, chunki biz 2 marta, 3 marta bu yerda ishlab berdi, idealni ishlab berdi. Bizda endi bu tak maksimum yechildi. Bu yerda yana bizda maksimum bo'ladi. Shuni yozib olamiz. Qaranglar, 41-70. Minimumni prosta o'zgartirib qo'yasiz. 40-23 dan keyin mana 41-70. 41-70 yozadigan bo'lsa, ko'radigan bo'lsanglar, bolalar, aytilgandek pastdagi ikkita bu sariq buy zona bo'ladi. Mana narximiz o'ynab-o'ynab kirib keldi. Oxirgi marta narx chiqib ketishidan oldin mana prem 3 dan 3 bergan. Qancha uchib beryapti onasining? 104 punkt, 1000 pips harakatni ko'rsanglar bo'ladi. Narximiz o'ynadi, uchdi. Idealni yurib berdi-da oxirgi momentda mana bir zonadan har doimgidek razворот olyapti. Eng tepada sariq bizga sell zona. Bu sell zona bo'ladi, bu sell zona bo'ladi.
Xo'p, bu yerda sell zonadan biz entry qildik deylik. Hozir soya berganiga ham 23 punktli yurish beryapti. 230 pips. Bu normal, masalan, kunda bir marta zonaga kelsan yoki 2 marta kelsan yoki 2 kunda bir marta zonaga kelsam, aniq ishlaversa foydani prosta olib chiqib ketishinglar kerak bo'ladi, xolos. Aytaylik bizda buni yana narximiz chiqib yechdi. Bizda bo'lishi kerak bo'ladi. Shu minimum bo'lsa kerak. 42.81 yoki bizda minimum bo'ladi. 42.81 yozib ko'ramiz biz. Shu bo'lishi kerak. Chunki narximiz oxirgi marta shuni yechgan. 42.81. Jigarlar ko'rishinglar mumkin. 42.81 da ham narx o'ynayapti mana. Xuddi shu zonamiz. Buy zona bu o'rtadagi qizil. Xohlasanglar stop loss qilib qo'yinglar yokida shu o'rtadan full dalifga qilsanglar bo'ladi. Dalifga zona qancha bo'ladi desanglar 4314 dan 4306 ga 8 punkt masalan. Aytaylik sentviy shotda full marja kirsanglar bo'ladi. Yaxshiroq lot bo'lsa, misol aytaylik $100, 10.000 sent bo'lsa, 10.000 sentga shu dalifka bilan tushib normal yusha olsanglar bo'ladi. Bu yerda narx orada o'ynadi. Nevs bor. Nevsda tepadagi ikkita sariq bizga sell zona. Selga prem o'qib berdimi? Idealni o'qib berganda bu sniper entry bo'ladi bu narsa. Qaranglar, 160 punkt, 1600 pips. Bu yerda mana bizda oxirgi marta yana yechildi. Yechilsa bizda maksimum qaysi bo'ladi? 4329 yoki 4330. Endi bu yoqqa minimum emas, 4330 maksimum. Jigarlar prosta sizlarga aytganim, 2 marta, masalan, kunda 2 marta kelib bersam yoki 2 kunda 1 marta ham zonaga kelib bersa, shu zonadan yaxshi entry qilinglar, bo'ldi. Pul olinglar, chiqinglar. Signal kanallarga qo'shilib, boshqa narsaga qo'shilib yurish kerak yo'q deb o'ylayman. Mana aytilgandek bolalar, bu buy zona bo'ladi bizga, bu buy zona bo'ladi. Ikkita buy zonamiz bor. Narximiz global trend sellda bo'lgan. Trend selldaligini hisobiga bizda mana pastdan narximiz qancha? 20 punktli qaytib bering. 20 punkt. Eng kichkina lotga aytaylik 001 ga bittasi $20. Sizlar 3 ta kirdinglar, 4 ta kirdinglar. 4 ta kirgan taqdirda ham $80. Idealni qaytib beryapti. Tepa bola ko'pincha nafsga qarab bo'ladi bu indikatorda. Endi yana bo'ldi, bu maksimum yechildi, yana bitta maksimum yozamiz. 42.21 yoki 42.20. Kiramiz bergan o'chiriladi. 42.20. Jigarlar, xuddi shu versiyani beraman. Telegramga o'tinglar, prosta shu yerda beradi. Agar iloji bo'lsa video davomida qo'yib ketaman. Narximiz bolalar yana oqyapti. Oqib bizni yana xuddi shu bir zonamizdan nazorat olyapti. Ko'ringlar, idealni bolalar, stop loss umuman yo'q narsa. Endi stop loss ko'p qo'ysanglar ham bo'ladi. Aytaylik, stabilga ishlaydiganlar bo'lsa, biz shu joydan bayga qo'yaylik. Sizlar qancha 7 punkt yoki 5 punkt hozir rosa vahima bo'lyapti. Misol 20 pips stop loss bilan signal beraman. Jigarlar, mana xohlasanglar 20 pips qo'yib qo'yinglar bu yerga mana. Qancha bo'ladi? 20 pips yo'q o'largan stop loss. Mana 20 pipsli stop loss bo'lsa, mana biz zonaga narx buni qo'yamiz. Stop lossimiz mana обязательно 20 pips. 18 pips qo'yib qo'ydik. Tepa qancha bo'lyapti shunda? Tepamiz 54 punktli tek profit. Stop loss 20 pips. Xohlovchilar uchun xohlasanglar qo'ymanglar stop loss. Endi aytganim idealni ishlab beradigan narsa. Endi yana narximiz tushib keldi. Yana bu sariqni buzib qo'ydi. Buzib qo'ygandan keyin shu maksimum olamiz. 40.90. Jigarlar, yana xuddi shu joy kiriladi. Maksimumga 40.90. Prosta bunaqa indikator bolalar menda ko'p. Men ko'p indikatorlardan foydalanib, o'zim strategiyalarim indikator qo'yganman. Shuni ishlataman. Tak, bu yerda ham narximiz prem idealni oqib tushyapti. Yana xuddi shu bir zonada razvorot olyapti. Razvorot qancha bo'lyapti? Aytaylik 71 punkt. Endi bu yerda stabil ishlovchilar bo'lsa, shu yerdan buy zonaga buyga kirilyapti. Stop loss 5 punkt bo'lsa, 5 punkt bo'lsa shunda ham stop loss urmagan. Endi M5 ta time frame da soya berib qo'ygan. Endi bu masalan SNR da ICT tushunadiganlar bo'lsa, soya ko'pincha hisoblanmaydi. Hisoblagan bo'lsanglar ham 5 punkt stop loss bo'lsa ham bu yerda 70 punktli tepa. Mayli. Endi yana hozir globalni hozirgi bozordan ham ishlagan joylarni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bolalar, bu yerda bizda narximiz razvorot olgan tilda 3900 ko'rdimi? Bu yerda minimum ham bor bizda. Minimum shu bo'ladi. 3960. Pastga endi minimumni ham qo'shib yozib olsak, вообще idealni bo'ladi. Agar o'zingizlar birorta strategiya bo'lsa, buni qo'shib olinglar, ikkitani bitta qilib mix qilib yuborsanglar, yorib yuborasizlar bozorda. O'zim ham ko'p foyda qilganim uchun sizlarga ilinib, besplatno bermoqchiman. Bolalar, aytilganda narximiz bu yerda razvorot oldi. Yurdi narx yuryapti. Mana bu yerda yana buyga kirib olsanglar bo'ladi. Ya'ni xuddi shu joydan. Bu yerda endi birorta nevs yoki fundamental harakat bo'lgan bo'lsa, mana narx 6 da bo'lyapti bu narsa. Yoki nevs yoki fundamental harakat bo'lgan, shuning uchun
o'tib razворот olgan. Qaranglar, aytaylik, kelyapti narximiz shunday chiqdi mana aytilgandek tepada ikkita sariqlar sell zona bo'ladi. Sell zona mana idealniy yana sniper entry bo'ladi-da. Mana shu zonadan tiqishni boshlasanglar xohlovchilar, qancha rasmiy so'lab 4027 dan 4033 gacha 6 punkt ichida agar sizlar full tiqadigan bo'lsanglar, bu yerda sizlarga tepa qancha bo'ladi? 32 punktli tek kurs. Yana xuddi shu joydan bayga razворот olyapti. Agarlar yorib olsanglar bo'ladi bu indikator bilan. 45 punkt. Bu yerda bu qizil, yashillar yordamchi zonalar bo'ladi. Agarda narxga kuchli impuls kirib ketadigan bo'lsa, sizlarga usha beradi. Masalan, sariqdan o'tib ketib qolsa, usha beradi ko'proq. Mana bu yerda ham narximiz pastga qarab o'tib ketyapti. Bu yerda ikkita zona, ikkita qizil bilan zeleni bitta kelyapti. Mana shu joydan bayk rosinglar ham. Bu yerda ishlab bergan 110 punkt, 1100 pips bo'ladi bitta. 1100 pips. Xuddi mana tepadagi ikkita sarig'imiz sell zona bo'ladi. Men shu zonadan kanalga signal berganman. 27-kuni bo'ladimi? 27-kuni signal berganman. 65 dan. 65 dan bizga 210 pips, 21 punkt qaytib bergan. Idealniy daraja 22 punktga keldi. Agarlar prosta aytganim, bozorga kiringlar, foydani olinglar. Bunaqa narsani ko'pchilik tekinga bermaydi. Agarda maksimalniy aktiv bo'lsanglar, menda indikatorlar ko'p. O'zim strategiyalarimni indikator qilganman. Mana o'zingizlar prosta ishlashiga ko'rib, baho berib, dalish bunaqa indikatorlar tekinga beraveraman. O'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Tak bo'lmasam, yana bolalar sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan strategiya endi bu masalan novichoklar uchun bo'lishi mumkin. Men trading yangi kirib kelgan paytim shu yerda ruslar ishimiz bo'lgan. Shu menga shu strategiyani o'rgatuvdim. Men ham sizlarga hozir o'rgataman. Agarda novichoklar bo'lsa, eng oson strategiya bo'ladi-da bu. M5 time frame da bolalar Haken Ashi degan switch bo'ladi. Shunga olamiz. Hozir mana narxni grafik ko'rsak bo'ladi. Aytaylik, masalan, bunaqa nevis qo'ygan fundamental paytmasda bozorda ideal yurayotgan bo'lsa, o'zini holatida bo'lsa ko'rsataman. Mana shu real momentdan ham ko'rsataman. Mana yo'l bo'yi ko'rsatib o'tib ketaman. Bola bu strategiyada 10 ta masalan entry qilinsa, 7 ta min rate bo'ladi, 7 ta step olasizlar yoki 3 ta stop loss bo'ladi yoki 8 ta. Endi bu ham nafsga qarab bo'ladi. Aytaylik, mana narximiz bayga shunaqa tez harakat olyapti. Bizga selga yo'q ikkita switch kerak bo'ladi. Mana bu yerda bizga selga yo'q ikkita switch bor. Xuddi shu holatda selga yo'q ikkita switch bor. Men aytayotgan switchlarni hozir o'zim yaqinroq ko'rsataman. Stop loss 5 punkt bo'lsa, bunda ham tepa ochiq bo'ladi. Bu yerda kattaroq yurish qilib bergan. Buni qo'shib ishlatsanglar bo'ladi birorta strategiyaga. Men aytganim, bu yerda mana selga yo'q ikkita baysham bor. Xuddi ikkita bayshamdan keyin shu bay kirsanglar bo'ladi. Xuddi shu holat selga bo'lsa, mana bayga yo'q ikkita sell sham bor. Xuddi shu joydan selga kirsanglar bo'ladi. Bu yerda ham mana обязательный stop loss 5 punkt bo'lsin. Tepa 13 punkt. 14 punkt bo'lar ekan. 14 punktga harakat bo'lib 140. Bayga yo'q sell sham bor. Xuddi shu joydan selga enter qilamiz. Bu yerda 140 pips harakat bor. Bu yerda kattaroq yurib bergan. Yana bu yerda trend boshlangan payt ko'rsanglar bo'ladi. Yana bayga yo'q ikkita sell sham bor. Xuddi shu joydan biz selga kiramiz. Selga kiriladigan zonamiz stop lossimiz обязательно 5 punkt, tepamiz ochiq bo'ladi. Endi bu ham nafsga qarab bo'ladi. Bola 33 punktga harakat bo'lgan bu yerda. Mana narx bu yerda kelyapti. Bayga harakat olgan, ikkita ziyoq sham bera olmagan. Shuning uchun trend dal tushib kelgan. Bu yerda bayga harakat olishini ko'rsanglar bo'ladi. Narx o'ynab keldi. Bu yerda mana ikkita bayga selga yo'q bay sham bor. Xuddi shu joyga yana bayga interaksiya bo'ladi. Stop lossimiz обязательно 5 punkt bo'lsin. 5 punkt stop loss, tepamiz ochiq bo'ladi. 23 punktli tepa olingan. Yana xuddi shu holatda ham bayga entry qilamiz. Stop lossimiz mana selga yo'q ikkita bay sham bor. Stop loss 5 punkt bo'ladi. Bola bunaqa strategiyalar bilan nima deydi? O'zingizlar nafsingizga kontrol qiladigan bo'lsanglar, minus qilish iloji yo'q. Bu yerda ham ishlab berdi. Bu yerda mana selga yo'q, bayga yo'q ikkita sell sham bor. Bu yerda mana kirsa bo'ladi. Stop loss обязательно mana bu yerdan entry qilamiz. Stop loss 5 punkt bo'ladi. 5 punkt tepamiz ozroq ishlab bergan ekan bu joyda 70 pips. Birga bir. Shunaqa ishlab bergan. Endi nima qaysi strategiyaga buni ham qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Nimagadir qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Menga shunaqa oson strategiya o'rgatishgan men. Endi buni ishlatib turaman. Bu yaxshi ishlab beradigan strategiya. Yana bu yerda mana baygiz yo'q ikkita sell sham bor. Xuddi shu joydan biz yana selga entry qilamiz. Stop lossimiz обязательно 5 punkt bor. 5 punkt stop loss. Take profit ochiq har doim.
Mana bu yerda stop loss olishga harakat bo'lgan ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Mana ikkita shamdan keyin xuddi shu zona 3, 4, 5 punkt tepamiz 13 punktli ishlab bergan. 130 pipslik. Mana stop lossga ozgina harakat bo'lgan ekan, lekin dalish chiqib bergan. Qo'la real momentga olaylik buni. Bozorda o'zida, masalan, ko'p strategiyani endi ko'pchilik negativlar bo'ladi. Bozorda orqasida istoriyasi ishlab beraveradi deydiganlar bo'ladi. Shuning uchun men real bozorda ishlab bermoqchiman. Real bozorda ko'rib bermoqchiman o'zingizlarga. Aytaylik, mana selgiz yo'q, ikkita buy ham bor. Xuddi shu joydan buy entry bo'ladi. Обязательно stop loss 5 punkt. Kimlar uchundir bu masalan yangilik emasdir yoki de buni biladi. 35 punktlik tapdi. Selga ham tak bu yerda bizda baygiz berib qo'ygan ekan bu ham mana bu yerdan ikkita sell switch bor. Bu yerdan biz selga entry qilamiz. Stop loss обязательно 5 punkt. 5 punkt tepa 14 15 punkt ishlab beradi. Mana normali bo'ldi. Narximiz undan keyin boshqa yurmagan ekan. Bu yerda onasini hamsa stop loss qo'ygan ekanmi? Menimcha jigarlar bu holat o'zingizlar ko'rsanglar, tushuncha olsanglar bo'ladi. Chunki bozor mana oxirgi haftani oxirgi moment yopilayotgan paytda mana ikkita bayga switch bergan. Mana shu yerdan entry qiladigan bo'lsalar, qanaqadir buni ko'rsatib o'tib xuddi shu holatda mana ikkita va selgiz va bay ham bergan. Mana bu yerdan entry qilgan holatingizda 20 pips 30 pips harakat bo'lgan, o'sha yana xuddi shu shanda mana selga bergan ekan. Selga berib turib mana 50 pips harakat bo'lgan, undan keyin yana bayga. Chunki bozor bu yopilayotgan payti, mana soat bu trading view soati bilan bozor yopilayotgan payti, shuning uchun narximiz flatda o'ynab bergan. Bozorda o'zingizlar bo'y joyda tekshirib ko'rsanglar, ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Menimcha manfaatli video bo'ldi deb o'ylayman sizlar uchun. Jigarlar like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmaysizlar. Indikatorimiz Telegram kanalida shunday o'tib adminga yozinglar, admin shunday tashlab beradi. Agar iloji bo'lsa kanalga o'zim tashlab qo'yaman. Hammaga rahmat.